Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xayrli kun. Mani zakazlarim kelgan. Mana judayam ko'p narsalar keldi. Anva kremidan keldi. Dr. G kremidan keyin HC'ni judayam sifatli bo'lgan. SPF dan ham keldi. Nimasi ham, himoyasi ham judayam kuchli. Tonerlardan keldi, Anvanikidan, mistlardan keldi, keyin Bepline'ni shunaqa loylik maskasidan keldi, poralarni qisqartiruvchi. Bu donasi 10 mingdan bo'ladi. Keyin mana penkalarimizdan keldi. Hozir bular hammasini yoyib obzor qilib beraman. Mana Dr. G kremlaridan ham keldi. Gemoroy mazlaridan ham keldi.